Do'stlar, biza yangi loyihamizni boshladik. Shuhrat Ismatullayevni mehmonga chaqirganmiz. Shuhrat, Bizani misol uchun teoretически shkolamiz slabiy bo'lishi mumkin. nimadirlarni o'zgartirishdan qo'rqadigan oddiy misol lokatsiyani yaxshirog'iga, Pul bilan to'g'ri muomala qilmaslik. O'sha xatoyim katta pand bergan. Ya'ni yaxshi soch olishi o'zi yetarlimi? Siz nima deb o'ylaysiz? kuchli master bo'lish uchunmi? Bu yog'iga nima qilishi haqida bilmasligi ham odamni tushkunlikka tushiradi deb o'ylayman. Ana o'sha qaysidir darajaga chiqqanda bir narsa o'rganishi kerak u odam. Qanchalik yaqin bo'lgan taqdirda ham u mijoz va mijoz bilan sartarosh o'rtasidagi chegara bo'lishi kerak. Birinchi o'rinda gaplashish mumkin emas bo'lgan temalar bu din. Shunaqa sartaroshlar men bularni fikri noto'g'riligini aniq bilaman. Faqatgina yaxshi soch olish yoki yaxshi sartarosh bo'lishi o'zi kamlik qiladi. O'zbekistondan chiqqan bitta brend, bitta salon ostida butun dunyoda o'sha o'zbek sartaroshlar ishlamasa ekan. Ko'p o'ylayman shu narsani. Nima sabab bo'ladi deb o'ylaysiz? Assalomu alaykum. Do'stlar, biza yangi loyihamizni boshladik. Bu loyihamizni maqsadi sohamizdagi o'sha sartarosh hamkasblarimizni yanada rivojlanishi va bu sohani o'zbek sartaroshlarini dunyo miqyosiga chiqishiga, xudo xohlasa, foydali, manfaatli bo'lish va bu loyihamizda ilk mehmonimiz borlar. Hammamiz taniydigan o'zbek sartaroshlarining orasida Shuhrat Barber deb tanilgan va shu hamkasblarimizni ichida mani o'zim tomonidan juda hurmatga loyiq va o'zim juda yaxshi ko'radigan hamkasbim Shuhrat Ismatullayevni mehmonga chaqirganmiz. Shuhrat, xush kelibsiz. Rahmat. Hammaga assalomu alaykum, o'rtoqlar, hamkasblar. Bu loyihani boshlanganidan juda ham xursandman va omad tilab qolaman. Birinchi mehmon sifatida meni chaqirganingiz uchun ham juda ham katta xursandman. Addushi aka. Xudo xohlasa, bu suhbatimiz hamma sohadoshlarimizga bir foydali, manfaatli bo'ladigan umiddamiz. Boshladik endi suhbatni. Shuhrat, ozgina iloji bo'lsa, o'zingiz haqingizda bir ma'lumot berib, qancha yildan beri ishlaysiz, bir tanishtirib o'tsangiz. Men bu sohaga kirib kelganimga 15 yildan ko'proq vaqt bo'ldi. Qo'limda moshinka qayishi bilan 15 yildan beri kurashib kelyapmiz. Bu sohaga kirib kelishimdan asosiy maqsad, menimcha, hozir ham sartaroshlikni o'rganayotgan, sartaroshlik boshlagan hamkasblarimiz ham boshidagi birinchi asosiy maqsad bu tirikchilik qilish, pul topish, bir ikki so'm oilaga yordam berish maqsadi bo'lgan. Menda ham xuddi shu maqsad orqali kirganman bu sohaga. Boshida shu ko'p aytganman, bu narsa haqida ayollar sartaroshligini o'rganganman. Undan keyin bu narsada aynan shu yo'nalishda o'zimni topmaganimdan keyin o'sha erkaklar sartaroshiga o'rganib, shogird tushib 3 oy davomida o'rganganman. Sekin shu ishimni boshlaganman. Zo'r. Ilk agar bir ozgina bir aytib bersangiz, birinchi shu ishga kirib kelish qayerdan boshlangan bu va aynan kimdir sababchi bo'lganmi bu sohaga kirib kelishingizda va qayerdan boshlagansiz ustozlar haqida bir? Sabab konkretniy bo'lgan, albatta. Bu sababni asosiysi shundaki, o'sha ayollar sartaroshligini o'rganganman. Undan keyin o'zimni topmaganimdan keyin boshqa ishlar qilib ko'rganman. Ustachilik qilganman, boshqa qilganman, savdo qilganman, o'shanda boshqa ish qilib yurganimda ustozim ko'rib qolgan, ayol kishi bo'lgan ustozim. Boshida ayollar sartaroshiga ham, erkaklar sartaroshiga ham ayol kishi o'rgatgan menga. O'sha ustozim ko'rib qolganda meni nima ahvol bu yurishing, undan ko'ra shu sartaroshlikni davom ettirsang bo'lardi deb qanaqadir ham urushgan, ham rahmi kelib, ko'rinishimga, qilayotgan ishimga rahmi kelib aytgan. O'sha gaplarni o'ylab ko'rganimdan keyin, demak, bekor bo'lmasa kerak deb qanaqadir qiziqish yana paydo bo'lib, shu sohaga qaytganman. O'sha erkaklar sartaroshligini o'rganishni boshlaganman. O'rgangan davrimda 3 oy mobaynida shu ustozim oldida faqat turib, soch shipalab, bosh yuvib, o'rganib, bitta yaqin o'rtoqlarimni olib kelib, sochlarini buzib qo'yib o'rganganman. Menimcha hamma sartaroshlar, hamma hamkasblarimiz shu pog'onadan o'tishadi. Endi ish boshlaganimda qanaqa bo'lgan? Boshida oddiyroq sartaroshxonalarda juda ham ko'p joy almashtirganman. Yarim yil ichida
o'sha Yangiyo'lda o'zim Yangiyo'llik bo'lsam, Yangiyo'l bozor atrofi, Yangiyo'l shahar atrofida bir kamida bir 6 ta joy almashtirganman yarim yil ichida. Ozgina bu yoqda ishlab ko'rganman, bu yoqda ishlab ko'rganman. Bitta joyda ishlaganimda shunaqa vaziyat ham bo'lgan. Даже qarz bo'lib chiqib ketardim. Bitta joyda ishlagan bo'lsam qarz bo'lib chiqib ketardim, chunki u yoqda plan degan narsa, protsent degan narsa yo'q edi. Asosan plan bo'lardi. Konkretniy ish bo'ladimi, bo'lmaydimi, o'sha kunlik kreslo uchun to'lanadigan arenda hisoblanardi. Ish kam bo'lganidan, pul kam bo'lganidan даже qarz ham bo'lardim. Uydagilardan pul olib, qarzlarni yopib, boshqa joy qidirib, klientlar ko'proq bo'ladigan joylarni o'rganib, конечно, boshida juda ham qiyinchiliklar bo'lgan. Menimcha qiyinchiliksiz bo'lmaydi. Klientlar kam bo'lardi, klient orttirish o'zi qiyin bo'lardi. Shunaqa qilib yarim yil davomida ko'p joylarni almashtirib, keyin o'sha ustozimni oldiga qaytganman. Ustozimning yonida joy bo'shagan. O'sha keyin meni yonimda ishlagin degan. Endi Yangiyo'lda o'sha paytdagi elitniy rayon, elitniy joyi bo'lgan. Asosan boshidagi klientlarim o'zimning tengdoshlarim, yoshlar, mendan kichkinaroq bo'lganligi uchun ularga qanaqadir qiziqarli ukladkalar bilan, uzorlar bilan, xayr tatuv bilan nimalar chizib qo'yib, o'sha orqali qanaqadir qiziqish orttirib, klientlarni sekin-sekin ko'paytirishni boshlaganman. Qisqa vaqt ichida o'sha o'zim tengqurlarim, mendan kichkina yosh pokoleniya mijozlarni, klientlarni orttirganimdan keyin o'zimda qanaqadir yulduzlik hissiyot paydo bo'lgan. Men o'zi demak yaxshi masterman, o'zimga katta baho berishni boshlaganman. Shu orqali menga как вызов tashlashgan. Вызов deganda qanaqa, chempionat bo'lyapti, borib ko'rmaysanmi? Zo'rsan-ku, yo'q degan gap bo'lgan. O'sha как qiziqib borganman. O'zbekistonda bo'layotgan chempionatga borganman, lekin ulgurmaganman. Endi tushuncham bo'lmagan, boshqanaqa bo'lmagan. Ulgurmaganman. Yo'qda menga shunaqa taklif bo'lgan, xohlasang shu Rossiyaga, Sankt-Peterburgga borib qatnashsang bo'ladi deyishgan. Men bu o'sha hammamiz bilamiz, Farhod aka Shomurodov, o'sha prezident sartaroshlar assotsiatsiyasining rahbari. O'sha odam orqali Sankt-Peterburgga borganman. Qatnashganman. Birinchi marta qatnashganimda o'rin ola olmaganman. O'sha o'rin ola olmaganligim sababli uyga qaytgani uyalganman. Quruq qo'l bilan qaytgani uyalganman. Hamkasblarim oldida, ustozim oldida, uyimdagilarning oldida quruq qo'l bilan qaytishga uyalganimdan o'sha yerda qolishga majbur bo'lganman. Qaror qilganman. O'sha qarorim to'g'ri qaror bo'lganligini hozir misol uchun hozir shu yerda o'tirganimni o'zi ham bitta isboti bo'ladi. Ya'ni shu darajaga kelishimga asosiy sabablardan bittasi o'sha Sankt-Peterburgda bo'lgan musobaqada qatnashib, o'rin ola olmasdan qolib, o'zimning xatolarim ustida ishlashim, o'rganishim va dunyoqarashimni kengaytirishimga sabab bo'lgan narsa shu hisoblanadi. O'rin olmagandan keyin u yoqda ishlashni maqsad qilgansiz. O'rin olmagandan keyin Sankt-Peterburgda qancha vaqt ishlagansiz? Sankt-Peterburgda plus minus 5 yil ishlaganman. 5 yilcha ishlaganman. Demak, 5 yil ishlagan bo'lsangiz, qanaqa boshlangan u? Qanaqa ishga joylashish? Yo'qda ham o'ziga yarasha qiziqarli voqealar ko'p bo'lgan. Boshida men aynan shu borgan yillarim Piterda hali barbershoplar unaqa populyarniy bo'lmagan edi. Endi bitta shaharda, qimmat joylarda, sentralniy joylarda barbershoplar bo'lardi. Asosan universalniy masterlar ko'p bo'lardi. Oddiy sartaroshxonalar, ayol kishi, erkak kishi yoki ayol kishini, ham erkak kishini sochini olishga to'g'ri kelardi. O'sha ayollarning sochini o'sha jenskiyni o'rganganim sababli menda teoriya bo'lganligi hisobga olganda majburan ayollarning sochini olishga majbur bo'lganman. Ya'ni o'sha universalniy master bo'lib ishlaganman. Lekin u ham ko'p cho'zilmagan, 1 yilga qolmasdan tushunganman, что ayollarning sochini olish menga emas. Ya'ni men undan rohatlanmayman, maza qilmayman. Klientlarga ishim yoqadi. Ya'ni o'sha ayollarga olgan sochim yoqadi, xursand bo'lib chiqib ketadi, lekin o'sha ishdan ayblarimni o'zim ko'raman va boshqa sartaroshlar ko'radi. O'sha narsa menga yoqmas edi. Ya'ni ayb qilyapman, o'sha aybimni to'g'rilashni bilmas edim. Xatolarimni to'g'rilashni bilmas edim. Yana to'g'rilashimni bilmasligimga yana bitta sababi to'g'rilashni kerak bo'lsa xohlamasdan. Ya'ni shu ayollarning sochini olish menga yoqmas edi-da, shuni orqasidan maza qilmas edim. Tushunarli. Shu orqali ish qidirishni boshlaganman. Boshqa taqdir taqozosi bilan bitta barbershopga rezyumemni topshirganman. Ular telefon chaqirishgan. Borganman, o'zim ishimni ko'rsatganman. Shu o'rinda bitta maslahat ham berib ketaman.
hamkasblarga ko'pchilik so'rashadi, masalan, ishga kirish uchun nima qilish kerak, qanaqa qilish kerak. O'sha paytda men qilgan yo'l tutgan yo'lim menga juda ham katta yo'l foyda keltirgan. Biron bir ishxonaga yoki biron bir uchrashuvga borishdan oldin обязательно ertaroq borish kerak. Ertaroq borish kerak, kech qolish kerak emas, ya'ni kutishga majbur qilish kerak emas. Ertaroq borganman. Undan tashqari faqatgina soch olish bilan o'zimni ko'rsatmaganman. Tashqi ko'rinishim, muomalam, o'sha ish boshqaruvchilar bilan bo'layotgan muomala, o'zimdan misol uchun qanaqadir zvezdani yasamaganman. Ya'ni mana shunaqa narsalar qila olaman, bunaqa narsalar qila olaman. Chunki savol javob bo'ladi. Qo'lingdan mana bunaqa keladimi, mana bunaqa strижкаlarni qila olasanmi, nimada kamchiliging bor, nimada qiynalasan. Bu savol javob shunchaki bo'lmaydi. Mana hozir misol uchun o'zim shu darajaga yetganman. Misol uchun qanaqadir masterlar bizga ishxonaga ishchi kerak, ishchi sifatida keladigan bo'lsa, misol uchun ish o'rnini qidirib keladigan bo'lsa, xuddi shu savollarni beraman. Ya'ni bu psixologический savol javob, чтобы odamni ichini bilish uchun, o'rganish uchun, uni tabiatini. Shunaqa oddiy savol javoblar bo'lgan. Xuddi aytganimdek, shuni o'rganish uchun va u savollarga men boricha yetganman, boricha javob berganman. Ya'ni o'zimdan bir nimalarni yasab, men bunaqa qila olaman, men bunaqa qila olaman, u narsa bunaqa boricha qandoq bo'lsam shunday javob berganman. Qiladigan narsamni qilaman, qilmaydigan narsamni yo'q, bu narsa qo'limdan kelmaydi deyishga majbur bo'lganman. Va o'sha narsa hammasi xato, hamma gaplarim bekorga emasligini, xato amalda ham ko'rsatib bera olganman. O'sha shu klientni sochini olib ishimni ko'rsatib berishim kerak bo'lganda ham qandoq bo'lsa ham ishimni, ham muomalami, klient bilan bo'lgan muomalami va klientga nimani tushuntirib bera olaman, qanaqa ishlayapman, soch olganimda nimaga e'tibor beryapman. Bu birinchi o'rinda aytganimdek tozalik, u tashqi ko'rinish, sartarosh o'zini tashqi ko'rinishi, tozalik, chiroyli muomala, yaxshi savol javob, misol uchun klient bilan kontaktga kirishib ketish va tozalik, yana bir marta qayta aytishim kerak shu narsani, tozalik. Ya'ni har bitta o'sha klient o'tirgan joyda instrumentlar tozaligi, kreslani tozaligi, oynani tozaligi, kosmetikalarni tozaligi, mana shu narsalarga yaxshi e'tibor berganman. Ishimni tugatganimdan keyin o'zimiz aloqaga chiqamiz deb chiqarib yuborishgan. Endi o'ylaganman, juda ham ko'p joylarda shunaqa bo'ladi. O'zimiz aloqaga chiqamiz deydi, shu bilan aloqaga chiqmaydi. Lekin ishonasizmi, 5 minut ichida telefon qilishgan. Ya'ni o'sha ishxonadan chiqib, metroga qarab peshkovim ketyapman. Xayolimda o'tayotgan narsa, menimcha chopishdi meni. To'g'ri kelmadim deb o'ylab, sekin ketayotganimda 5 minut ichida telefon qilishgan. Shu qachondan ishga chiqish planimiz. Qachondan chiqa olasan deb so'rashgan. Bo'ldi, chiqaman deganman, shu bilan ishlashni boshlaganman. Endi boshida baribir mijozlar kam bo'lganligi uchun, o'zim rasxodlarimda chiqarishim kerak bo'lganligi uchun majbur bo'lganman. 2 kun barbershopda ishlardim, 2 kun o'sha salonda ishlardim. Lekin vaqt o'tgan sari shu salonda ko'nglim qolishi boshlagan. Yaxshi pul topardim, yomon emas, lekin maza qilmasdim, ayollar ko'p kelardi. Shu sababli vaqt o'tgan sari полностью barbershopga o'tib ketishga qaror qilganman va shu полностью barbershopga o'tib ketganman. Demak, qilayotgan ishidan, ayniqsa biz endi soha egasimiz-ku, ayniqsa soha egalari har bitta o'sha tanlagan ishidan, sohasidan, qilib turgan ishidan maza qilishi bu juda muhim deb o'ylaysiz. Xo'p, endi ozgina yana orqaga qaytsak-da, mana ustozlar bilan boya aytdingiz, bu juda zo'r-da. Ustozlar hayotimizda qanchalik katta rol o'ynashi haqida-da. Ustozim o'zlari mana kelgan, ko'rib qolib, mana maslahat berdilar, unaqa qilmadi, kerak bo'lsa ozgina tanbeh berdilar do'st. O'sha mana sohangizda mana 15 yildan oshiq ishlayotgan bo'lsangiz, bu ustozlarning o'rni qanchalik? Sizni bosib o'tgan yo'lingizda ustozlarning qancha o'rni bor? Ustozlarning o'rni juda ham desam bo'ladi. Yarimdan ko'pini desa ham xato bo'lmaydi. Yarimdan ko'pini ham shu, chunki ularni bergan maslahati, ularni o'rgatgan narsasi, oddiy misol qilib aytadigan bo'lsak, odamga o'sha chaqaloqlik paytida yurishni kim o'rgatadi? Ota-onamiz o'rgatadi. Misol uchun to'g'ri, odamzod shunaqa yaralganki, kimdir qo'lingizdan ushlamasa ham, boshqa qilmasa ham oyog'ingizdan turib yurib ketishingiz mumkin. No, kimdir shunga sababchi bo'ladi. Kimdir qo'lingizdan ushlaydi, sizga yurishni o'rgatadi.
lekin vaqt o'tadiki bu narsa esimizdan chiqib ketadi, chunki hech kim bu narsaga e'tibor bermaydi. Shunday. Manimcha kamdan kam odam borki borib misol uchun ona ota o'shanda yurishni manga o'rgatgansizlar, sizlarga yurishni o'rgatganingiz uchun rahmat. E'tibor bermaymiz chunki bu narsaga. Xuddi shu narsa ustozlarni ham hissasi bor shu narsada. Ya'ni yurishni o'rgatgan, bu bizning sohamizda yurishni o'rgatgan odamlar hisoblanadi. Bu narsaga biz e'tibor bermaymiz chunki bermay ketamiz. Vaqt o'tgan sari hamma o'zini tashvishi, ish ko'paygan sari, klientlar ko'paygan sari, shogirdlar ko'paygan sari bu narsaga e'tibor bermay qo'yamiz. E'tibor bermagan taqdirda ham boshqa qilmaganda ham shu narsani tan olish kerakki, ustozlarni hissasi juda ham katta. Tan olish kerak bu narsani. Ustozlar bo'lmasa, kimdir sizga shu narsani o'rgatmagan bo'lsa, samouchkalik bilan bu narsa bu darajaga yetishish juda ham qiyin. To'g'ri, talant bor narsa, odamda talant bo'ladi, qiziqish bo'ladi, o'zida qanaqadir shu narsaga nima deydi, yonadigan bir ichida yonib turadigan bir cho'g'i bo'ladi, lekin o'sha cho'g'i bitta uflab yondirib yuboradigan обязательно bitta sababchisi bo'lish kerak bo'ladi. Ustozni o'rni juda katta. Katta, juda ham katta. Shu o'rinda intizor anaqa kelib qoldi. Endi bo'ladi-yu, men misol uchun bizning ustozlarimiz ham qattiq qo'l, bemalol ustozlarga ustoz mana bunaqa deb gapira olmaganmiz-da. Ko'p bo'lgan, bemalol ochuv ichimizdagi narsani har doim ham bemalol ayta olmaganmiz. Qattiq qo'l, kerak bo'lsa qaysidir joyda jahldor ham bo'lishgan. O'sha paytda bir ayta olmagan anaqalaringiz bo'lsa, bir ustozlarga shu efir orqali o'zingizni bir ustozga ayta olmay qo'ygan bir gaplaringiz bo'lsa, bo'ladi-yu, rahmatmi yo minnatdorchilikmi bo'lsa, nima degan bo'lardingiz bugun? O'sha paytdagi ustozlarga shuncha yil o'tib mana. Rahmatdan boshqa hech qanaqa e'tiroz bildira olmayman ham. Bu narsa to'g'ri ham kelmaydi. Faqatgina rahmat, chunki ustozlarim narsa ko'p bo'lgan, to'g'risini aytaman. Lekin boshida o'sha yurishni o'rgatgan odam boshqa, undan keyin sizga yurishni o'rganganingizdan keyin yugurishni o'rganasiz, keyin qanaqadir sportga borasiz, boshqa borasiz. Hamma odamda ustoz, hammada ustozni o'rni muhim. Xuddi shu narsa, xuddi shu kabi bu sohada ham o'sha yurishni o'rgatgan ustozim bor. Undan keyin уже sekin-sekin yo'nalishdan o'zgartirganda hamma ustozimga faqat rahmat deyman, chunki ba'zi bir ustozlar bo'lgan, narsani o'rganmaganman. Qanaqadir men xohlagan narsani o'rgata olmaganda, lekin o'sha ham baribir ustozlik qilgan. Ya'ni o'sha narsani men o'rgana olmadimmi? O'rgana olmagan taqdirimda ham qanaqadir konkretniy bitta texnikani oladigan bo'lsak, o'sha narsani o'rgana olmadimmi? Lekin men undan boshqa narsani o'rganaman. Gapini o'rganishim mumkin, so'zini o'rganishim, o'zini tushini o'rganishim mumkin. Yoki hech bo'lmaganda shu ustozga borganim xato bo'ldi deganim, o'shani o'zi ham bitta narsa o'rganish hisoblanadi. U ham o'shanga rahmat deyish kerak. Tushunadi ustozlarga. Ustozlar men shunaqa anaqa qilaman. Vaqt o'tib o'zim shu boshimdan o'tkazganim va bugun shunaqa fikrga kelganman. Ustozlar bizlarni bir uzoq yillab qidirib yurmasdan yaqinni kesib chiquvchi bir yo'l boshchimiz bo'lishar ekanda. Ustozlar bilan uzoq manzillarga ham oson erishishga imkoni bo'lar ekan. To'g'ri, o'sha ustoz, yaxshi ustoz Alloh nasib qilishi ham bir alohida bir ne'mat ekan. Alloh shukr, xuddi siz aytganingizdek bizga ham yaxshi ustozlar nasib qilishgan. Ustozlarimiz sog' bo'lishsin, har doim omon bo'lishsin, umrligi uzoq bo'lsin. Bugun kun o'sha bizani boshlagan paytimizda, misol menga 20 yil bo'ldi-da, bizani boshlagan paytimiz bilan hozirgi farqi sezilarimizga, hozirgi payt umuman boshqa bo'lib ketdi-da. Bizani boshlagan paytimiz bilan hozirgi paytga kelib bugungi kunni o'qiyotgan va sohamizni o'rganayotgan hamkasblarimizga nima deb o'ylaysiz? O'sha bizani eski paytda o'rgangan maktab darsliklarimiz tushadimi, tushmaydimi? Ko'pchilikda bitta gap bor-ku, misol uchun zamon o'zgarib ketyapti deydi. Ko'pchilik aytadi, zamon emas, odamlar o'zgaryapti deyishadi-yu. Shu narsaga qo'shilaman. Qaysi qisman zamon ham o'zgaryapti, chunki talab qilyapti. Zamon shu narsani talab qiladi.
И undan tashqari odamlar ham o'zgargan. Xuddi shu degan savoliga javob mani fikrim shundaki, takliflar ko'p bo'lganligi uchun, ya'ni oldinlari misol uchun uzoqqa bormaymiz, 15 yil oldin deylik, shogird tushishga havas qiladigan ustozlar juda ham soni kam bo'lgan. Kam bo'lgan. To'g'ri. И ular реально shu shogird tushishga havas qiladigan darajada bo'lgan. Shu narsaga javob bera olgan. Ham ishi bilan, ham o'zini tutishi bilan, bilimi bilan o'sha соответствовать qilgan, ya'ni javob bergan. Nimaga bunaqa stoitligini keltirib bera olgan. Hamma tomonlama ustoz bo'la oladigan. Ustoz bo'la oladigan, real kuchli ustozlar bo'lishgan. Ikkinchi etapda esa hammamiz, menimcha ko'pchilik hamkasblar hozirgacha qanaqadir darajaga yetgan hamkasblarimiz ham oddiy ustozlardan o'rganishgan. Ya'ni kuchli ikkita pog'ona, kuchli ustoz yoki oddiy ustoz. Oddiy ustozdan nimani o'rganganmiz? Shunchaki soch olishni o'rganganmiz. Ya'ni bu sohaga kirib kelishimizdagi asosiy maqsadimiz qanaqa bo'lgan? Shunchaki soch olib, pul topib, tirikchilik qilib bo'ldi. O'sha nuqta. Ya'ni patologi ko'rmaganmiz. Eng yuqori nuqtamiz kuniga 10 ta, 20 ta soch olib, kuniga o'sha 200 ming, 300 ming pul ishlab, oilaga ro'zg'or qilib, tirikchilik ko'rish uchun qilingan, bosilgan qadam. Lekin o'sha narsaga juda ham kamdan kam protsent hamkasblarimiz undan dalcha yuqorisini ko'ra olgan o'zida. O'sha ko'ra olganiga yana faqatgina o'zi o'sha o'sishi mumkin bo'lgan, ya'ni yuqori cho'qqilarni ko'rgan hamkasblarimiz o'sha kuchliroq ustozlarga yopishib, o'sha ulardan ilmini olishni boshlagan. Bu meni fikrim. Hozirgi kunda vыбор ko'pda ustozlarga. Misol uchun juda ham ko'p, real. Hozir 10 yil bilan solishtirib, 15 yil bilan oldingi bilan hozirgi vaqt solishtiradigan bo'lsak, vыбор ko'p shu narsani o'rganishni xohlagan shogirdlar ham ko'p. Endi shogirdlarga qanaqa maslahat beraman men o'ziga ustoz tanlashda? Eng asosiysi, har doim aytaman bu narsani, gapirayotgan gapi, qilayotgan ishiga to'g'ri keladigan odam bo'lsagina, o'sha odamdan nimadir o'rgansa bo'ladi. Amalan desa. Amalda. Faqatgina bunaqa o'rgatamiz, bunaqa qilamiz bilan sizdan haligi miyangizga kirib turib, shu bilan qarabsizki, o'zini umuman ko'rmasangiz yoki o'sha og'izdan chiqayotgan gap o'zini ishida ko'rinmasa, bu sizga ustozlik qila olmayman deganida o'zi. Chunki siz nimani o'rganasiz? Siz undan yolg'on gapirishni o'rganasiz. U qiladigan narsangiz shu, chunki qush inida ko'rganini qiladi degan gap bor-ku. Siz misol uchun o'sha ustozni shunaqa odamga, shunaqa masterga shogird bo'lib tushganingizdan keyin qarayapsiz, agar aqli, farosati ishlaydigan odam bo'lsa, unaqa ustozdan voz kechadi. Ketgan vaqtiga ham, boshqasiga puliga ham, hammasiga rozi bo'ladi-da, o'ziga boshqa ustoz qidiradi yoki umuman bu sohadan ko'ngli sovib ketib qolishi mumkin. Shunaqa. Ko'ngli sovib ketishi mumkin. Ikkinchi toifali odamlar esa ustozdan nima o'rganadi? Xuddi shunaqa ustoz bo'lishni o'rganadi. Ya'ni demak shunaqa bo'lar ekan. Demak shunaqa qilsam bo'lar ekan, men ham shunaqa shogird olsam bo'lar ekan, yolg'on gapirsam bo'lar ekan, odamlarni pulini so'ksa bo'lar ekan degan tushuncha bilan xuddi o'sha ustoz qanaqa bo'lsa, shogird ham shunaqa bo'ladi. Shuning uchun ustoz tanlashda juda ham e'tibor berish kerak bo'lgan narsa shu, gapirayotgan gapi, qilayotgan ishiga to'g'ri kelishi kerak обязательно. Bugun mana juda oldingiga qaraganda juda ham sohamiz rivojlanyapti va sartaroshlikka qiziqayotgan yoshlar ham juda ko'payib boryapti. Oldingiga qaraganda ko'paygan, to'g'rimi? Sartaroshlik sohasida kadrlar juda yetarli darajada. Va bugun mana sizga endi savolim, bugungi kunda mana siz 15 yil bosib o'tdingiz shu yo'lda. Aynan mana yaxshi soch olishni o'zi yetarlimi? Siz nima deb o'ylaysiz? Kuchli master bo'lish uchunmi? Yaxshi muvaffaqiyatga, ish sohamizda yaxshi yuqori darajalarga chiqish uchun, yaxshi muvaffaqiyatga erishish uchun aynan soch olishni o'zi zo'r bo'lsa yetarli bo'ladimi buni o'zi? Nima deb o'ylaysiz? Men shaxsan o'zim soch olishi zo'r masterlarni juda ko'pini taniyman, lekin ularni muvaffaqiyatli master deb ayta olmayman.
zo'r olishadi, zo'r anaqa qilishadi, lekin ularda o'sishga желание yo'q. Ya'ni chunki ularga u narsani keragi yo'q. U narsani ko'rishmaydi o'zida. Ularda qanaqa? Xuddi boya aytganimdek, ertalab keladi, zapislari bor. Ertalabdan kechgacha bitta xonada tars soch oladi, soqqani qiladi. Bo'ldi. Bu уже ish. Qachondir bu charchatadi-ku. Charchatadi. Bir xillik. Charchatadi. Keyin nima bo'ladi? Ko'p unaqa sartaroshlarni ham bilaman men, yoshi katta. Nima qiladi haligi? Bitta ikkita mashina olib, bekitga chiqarib qo'yishadi, pul kelib tursa bo'ldi deb. Bu haqida alohida savolim bor edi lekin. Bunaqa sartaroshlar hozir aytganimdek, o'sha ertalab kelib, ertalabdan kechgacha soqqani qilib, ish qilib, ishxonani yopadi, ketadi. Birinchi o'rinda siz aytganingizdek shu ko'ngli sovish обязательно bu narsaga yetib keladi. U qanchadir srogi bor-da bu narsa. 5 yil bo'lmasa 10 yilda 5 yil u pishadi, по-любому pishadi. Chunki nima desam bo'ladi? Bunaqa harakat bilan kelib chiqadiki, bu narsa soha u uchun ishxona bo'lib qoladi. Ish. Faqat pul topish. Ish. Bizning soha bu искусство. Ya'ni bizning sohamiz ish emas, bu san'at, искусство. Ya'ni biz san'atkormiz. Bu ishingizdan qachonki odam o'zini ishidan mazza qilsa, mazza qilish deganda qanaqa? Qilgan ishidan natijasini ko'rib mazza qilishi. Bu bitta. Kelayotgan klient bilan gaplashib mazza qilishi. Ya'ni klient keldi sizga, klient qanaqa? U psixologiyada bu klient keladi, siz bilan gaplashadi, sizga dardini aytadi, sizga yangiliklarni aytadi, xursandchiligini aytadi, haligi tashvishlarini aytadi, problemalarini aytadi, boshqasini biladi. Siz bu narsani hal qilib bera olmaysiz. Siz ham bu narsani bilasiz, hal qilib bera olmaysiz. Lekin shunchaki odam sizga ishonib shu narsani aytadi, siz shunchaki qanaqadir bir maslahat berishingiz mumkin yoki taskin berishingiz mumkin, o'tib ketadi deyishingiz mumkin yoki shunchaki podдержка qilishingiz mumkin. Voy, молодец, zo'r bo'pti. U uchun xursand bo'lasiz. O'sha mijoz uchun shu narsani o'zi katta narsada, yetarli narsa. Chunki hozirgi kunimizda ko'p narsa shu narsani kuzataman. Yon atrofidagi odamlar, yaqinlar qanaqadir biron bir xursandchilik narsa bo'ladigan bo'lsa, u uchun yetarlicha xursand bo'lmaydi. Barobar xursand bo'la olmaydi. Xursand bo'la olmaydi. Bu hammasi qanaqadir hamkasb narsa. Bilan o'rtasidami yo boshqa odam yaqinlar? Boshqa любой odamlar, любой odamlarning o'rtasida. Lekin o'sha odam, misol uchun aytaylikki, siz meni mijozimsiz, tasavvur qilamiz, siz meni mijozimsiz, klientimsiz, zo'r mashina oldingiz. Ishlaringiz zo'r bo'lib ketdi, zo'r mashina oldingiz. Choxonada o'tiribsiz, o'sha oilangiz, yaqinlaringiz yig'dingiz. 10 ta odam bo'lsa, 10 ta odamdan siz uchun xursand bo'ladigan nechta deb o'ylaysiz? Addushi xursand bo'ladigani. Mana endi. Endi siz oilangizni bilmayman, endi просто misol qilaylik. Men endi to'g'risi ham xursand bo'lsa kerak deb o'ylayman-da. Krugga ham har xili bor. Misol uchun yaqin o'rtoqlar bor, sinfdoshlar, "Voy, yoshligingizdan haligi bir-biringiz bilan urushib, talashib katta bo'lganlar, ular boshqa, kollektiv boshqa, hamkasblar boshqa, boshqa kruglar. O'shalardan bitta-bittadan olganimizda, misol uchun 10 ta odam bo'ladigan bo'lsa, 10 tadan qanchasi xursand va siz uchun addushi, voy, молодец, zo'r bo'pti deb xursand bo'ladi deb o'ylaysiz. Endi to'g'risi men birinchi o'rinda misol uchun oilam bilan bir nima xursandchilik, muvaffaqiyat bo'lsa, birinchi o'rinda oilam bilan va mana shu meni aytaman ko'p ishxona, komandam bu ikkinchi oilam. O'zi ko'proq shu komanda a'zolarim bilan endi ko'proq bo'laman, oshna og'aynilar bilan ham bo'laman, ko'proq bular bilan bo'lishaman-da, iloji boricha. Lekin menimcha hamma bir xilda xursand bo'lishadi, ustoz deyshadi, aka deyshadi. Demak, sizni окружениеңiz to'g'riga xursand bo'lishadi. Do'stlarim ham doim o'zim aytmasam ham qanaqadir bir xabarlar eshitsa, hattoki mijozlar menga raskop yozishadi. Muvaffaqiyatlaringdan kam xursandmiz. Даже 10 yil oldin soch oldirgan odamlar ham yaxshi anaqalar yozishadi. Hozirgi kunda juda ham kam uchraydigan narsada. Lekin men aytganim shundaki, baribir bo'ladi, haligi ichqora odamlar, ko'ra olmaydigan odamlar, siz uchun chin yurakdan xursand bo'lmaydigan odamlar bu uchraydi-da. O'sha mijozlarni aytmoqman. O'sha qanaqadir biron xursandchiligini kimgadir aytadi, o'shandan keraklicha emotsiya, keraklicha qanaqa podдержка ko'rmagandan keyin siz misol uchun meni oldimga kelgandan keyin o'sha narsani aytsa, menga misol uchun real xursand bo'laman. Chunki u meni mijozim, begona emas. Yillar davomida u bilan yaqin bo'lganmiz.
Manda hech bo'lmagan, "Blin, qayerdan shuncha pul olyapti ekan bu, nima ish qilyapti ekan, biz ham mana shunaqa qilsammikan" degan narsa bo'lmagan. Chunki manda rizqimga o'zini hissasini qo'shayotgan odamda. Kelyapti, men o'zim mehnatimga yarasha halol pulimni olaman, klientimni xursand qilib chiqarib yuboraman. Hech qanaqa g'arazlik, hech qanaqa qora narsa yo'q. O'sha narsa klient uchun addushi bir xursand bo'lib qo'ysiz, o'sha ham qanaqadir o'zi uchun kerakli emotsiyani oladi. Ya'ni qaysidir misol uchun yaqinidan ololmagan narsani sizdan olishi mumkin. Birga xursand bo'la olish. U uchun qayg'ura olish. Endi hozir boya gap boshiga qaytadigan bo'lsak, odam o'sha sartarosh nimadan maza qiladi, rohatlanadi, qilayotgan ishidan, rezultatini, o'sha klientlar bilan gaplashganidan, klientlarni unga qilayotgan отношениясidan общий qilib oladigan bo'lsak, bu hammasini tugatganingizdan keyin yana bitta sizga kichkina rohat beradigan narsa, kichkina, lekin o'sha narsa uchun siz harakat qildingizda, bu cho'ntagingizni olib sanaysiz. Kunning oxirida u ham bitta bonussi. O'sha bu bonus hisoblanadi. Qolgani maza qilish uchun. Shunaqa. Men ham klientlarimga hazillashib qo'yaman-da, endi ancha yildan beri keladigan klientlarimiz bor. "Aka, qanaqa ishlar, yaxshimi?" deb hol-ahvol so'rab, "Charchab qolmayapsiz. Mana oldingi safar gapirishgan ishlarimiz xudo xolisa o'xshadimi aka?" "Sama bo'ldi. Shartnomalar bo'ldi. Xudo xolisa qilyapmiz, boshqa qilyapmiz" desa, "Zo'r bo'lsin aka, men haqqingizga duo qilaman har doim. Sizlarda yaxshi bo'lsa, bizda ham yaxshi bo'laveradi." Ko'p hazillashaman-da. O'shanga hamma mijozlarni omadligini bersin. Mana Shuhrat, mana 15 yildan beri, 15 yildan oshiqroq ishlayapman deysiz. Men o'zimda ham har xil holatlar bo'lgan. Sizda ham menimcha uzoq muddat bitta ishda ishlasangiz, charchash bor, toliqish bor, ishga bo'lgan qanaqadir ishtiyoq bu bir tushib ketish bor. Shunaqa holatlar ham uchraganmi va bo'lgan bo'lsa, sizda agar shunaqa holatlar bundan qanaqa chiqilgan? Chunki ko'raman, men bo'tgacham kelish oson emas, chunki o'zim ham bosib o'tganim uchun bilaman. Bo'tgacham kelish oson bo'lmagan. O'shani agardaki, chunki bizani ko'rayotganlarda balkim shunaqa holatdadir balkim hozir. Men misol kechagina ham o'zimga bir yaxshi ukam, 10 yildan oshiq ishlagan ukam, "Aka, qo'shimchaman, mana ishni ham qilmoqchiman. Sal vaqtim bemalolroq bo'lib qoldi, odam kamroq, ishlar oldingidek emas" deb aytayotdi. O'shanda bildim, demak u ishda qanaqadir holatga kelgan. Hattoki ukam ishdan charchagan va hozir senga qo'yib bersa almashtirib yubormoqchisan emas, to'g'risini aytsam bir boshqa ish qilib ko'raymikin ham deydigan holatda unga men qattiq nima qilish kerak va o'zini holatini qanaqa nima hammasini aytdim va yaxshilanishiga iloji boricha harakat qildim. Bunaqa holatga tushib qolgan hamkasblarimizga bir va sizda bo'lgan bo'lsa o'shanga bir yechim bo'lishi anaqasida aytib bersangiz zo'r bo'lardi. Zo'r, kerakli, o'rinli savol bo'ldi. Menda to'g'risini aytsam, ishonasizmi, mana 15 yil davomida ishlayotgan bo'lsam, qanaqa vaziyat bo'lishidan qat'iy nazar, bu oilaviy bo'ladimi yo finansiviy bo'ladimi, ko'chadagi oshna-og'ayni, ishdagi muammolar, hech narsaga qaramasdan, hech qaysi muammoga qaramasdan, faqatgina ishimni qalbdan sevib, yaxshilab ishlab, o'zim ustimda fokusimni yo'qotmasdan, faqat fokusni ishga qaratib ishlab kelganman va hali 15 yil davomida umuman menda ishga bo'lgan sovish yoki zerikish, ishdan ko'ngli qolish degan narsa umuman bo'lmagan degan gapim yolg'on bo'ladi. Hammasi yolg'onada. Demak, shunaqa holatlar bo'lgan. Bo'ladi. Menimcha bu tez bo'lib turadi, bir bo'lib qoladi. To'g'risini aytaman aka, hozir yashirmayman, oxirgi paytlar tez bo'lyapti. Va bunga nima sabab deb o'ylaysiz? Va bu qanaqa yo'l tutyapsiz bulardan chiqishga? Chunki hali ham yaxshi holatda turibsiz. Mana chetdan men hamkasbingiz sifatida men sizga bundoq qarashim, bundoq ko'rishim, Shuhrat bugungi kunda ham mana shuncha yil o'tsa ham o'z o'rniga ega va sohadoshlarining ichida o'sha boya aytganingizdek yolg'on emas, rost ishini rostagazim ustasi deb qarayman. Bugungi kunda ham holat qanaqa desa zo'r holatda turibdi deb bilaman. Tak, to'g'risini aytsam, o'sha aytganimdek, unaqa tushkunlikka tushish, ishdan ko'ngli qolish, ko'ngli sovish, unaqa holatlar menda ham bo'ladi. Oxirgi paytda aytganimdek ko'p bo'lyapti. Bu narsa meni Instagramda ham bilinib ko'pchilik sezdi. Chunki orada ancha yo'l bo'lib qoldim, ba'zi bir sabablarga ko'ra. Boyagida sizga hazil tarifasini hazil qilib aytdim-ku,
уже qarib qolibman aka, o'sha qarib qolibman, ancha yoshlarga yo'l berib ko'p narsalar mana bu ko'z oldimda bo'lib o'tyapti, anaqa qilyapti. Keyin yoshlarga qarab, ularni shashtiga, ularni anaqasiga qarab hayolimdan o'tgan narsalar bo'ldi. Shu narsa, что menimcha уже vaqtida sekin haligi tormozni bosib, sekin mashinadan tushib qolamizmi degan xayollar ham yo'q emas, bor, to'g'risini aytaman. Lekin menimcha shu ozgina vaqtinchalik narsa. Bu narsadan o'tib olishim kerak. O'tib olishga harakatidaman. O'zim bilan o'zim rosa kurashyapman. Menimcha bir dam olishim kerak. Bu orada bir dam olish kerak. Dam olish kerak. To'xtab olib, o'ylab oladigan payt kelibdi. Dam olish kerak deganda ham to'g'risini aytaman. Dam olishni hozircha har xil yo'lini tutib ko'rdim. Dam olish har xil yo'lini tutib ko'rdim. Yo'q, конечно, haligi yomon narsalarsiz, ichkilik, boshqa narsalarsiz dam olishga harakat qilib ko'rdim. No, dam olishdek bo'lmayotganini sababi men uzoqqa nima deydi? Bu dunyodan dunyo deganda noto'g'ri bo'ladi-yu, bu muhitdan chiqib keta olmayman. Ya'ni dam olish deganda qanaqa? Biron bir joyga borib dam olsam ham обязательно kun davomida telefon bo'ladi. Uydagilar bilan ish uzilishgina klientlar telefon qiladi, boshqa kunga unga telefon qil, bunga telefon qil. Uzila olmayapman. Menimcha yo'q deganda bir 2 hafta davomida telefonsiz uzilib dam olish. Men o'ylayman bunaqa charchashlar, endi men o'ylayman, siz nima deysiz shu narsaga? Qaysidir darajaga erishadi va bu yog'iga nima qilishi haqida bilmasligi ham odamni tushkunlikka tushiradi deb o'ylayman. Men o'zim manaqa. Bu yog'iga va o'sha holatda uni yana bizani sohamiz doim yangilanib turgan sohaga, to'g'rimi? Yana nimadir o'rganib, ana o'sha qaysidir darajaga chiqqanda, bir narsa o'rganish kerak u odam. O'sha o'rganishdan uyaladi sohadoshlarimiz, misol uchun. Yoki qaysidir chiqqan darajasi unga doim to'sib turadi bir narsa o'rganishda. Va savolim shundan iborat, Shuhrat agar shunaqa holatda tursa, qanchalik o'quvchi bunaqa holatda qanaqa tutardingiz o'zingizni? Sartaroshlarni menimcha sartaroshlarda emas, faqatgina ko'p kasblarda haligi o'ziga yulduzlik haligi psixologiyasiga, miyasiga o'rnashib qolgan yulduzligi, men u itak normalniyman, men hech narsani o'rganmayman degan narsa menimcha hamma kasbda bor. O'sha narsadan sal chekkaga surish kerak. O'zidan kuchliroq, o'zidan yaxshiroq odamdan maslahat olish kerak. O'sha ikki og'iz maslahati u tushkunlikdan chiqarib yuborishi mumkin. Demak, boshqa sohalar singari mana ko'rsangiz, qaysi meditsina bo'ladimi, yana qaysidir o'qituvchilar, hattoki mana maktabda bilasizmi, ustozlarimiz qaysidir oylari bilasizmi, malaka oshirishga ketishardi. Bular qancha kitob o'qib bo'lgan, necha yil institutlarni bitirishgan, boshqa qilishgan va yana har ish davomida malaka oshirib turishadi. Bizning sohamiz ham demak har doim o'zimiz ustimizda ishlab va nimadir doim o'rganib turadigan sohaga kiradi, to'g'rimi bu? Hozir shu anaqada savol javob orasida bitta narsa voqea esimga tushdi. Bo'lgan narsa o'sha Rossiyada ishlab yurgan paytimda ketma-ket birinchi o'rinni olib, уже tanilishni boshlagan paytimda bitta sartarosh bola bo'lardi, viloyatli. Rosa yozardi menga Instagramda. Zo'r voqea, lekin Instagramda rosa yozardi. Shuhrat aka, sizga havas qilaman, sizga o'rganaman, qachon kelasiz, sizdan o'rganaman, shogird tushaman, yo qanchadir 1 yilmi, 2 yilmi, 2 yil emas, где-то 1 yil, 1,5 yil oralig'ida yozishdik. Haligi rahmat, o'rgataman, bo'ldi. Haligi chiroyli muomala qilgan, havas qilgan. Men ham unga o'zi havas qilganiga yarasha atvet berganman. Oradan vaqt o'tdi, men Toshkentga keldim, Toshkentda ishlashni boshladim. Toshkentdaligimda ham yozdi Shuhrat aka, ozgina qoldi, ozgina harakat qilib sizga shogirdlikka tushgani boraman, yo'q qilaman deb borgan. Qanchadir vaqt o'tdi, yo'q bo'lib qoldi. Yozishmadik. Instagramga qarasam, menda odpiska bo'lgan. Ya'ni meni o'chirib tashlagan o'zining Instagramidan. Men endi e'tibor bermadim. Balki o'chirib olgandir, balki nimadir bo'lgandir, e'tibor berganim yo'q. Keyin chempionatda ko'rishib qoldik. Qarasam, o'zi keldi oldimga, Shuhrat aka, yo'q, birinchi marta ko'rishyapmiz, undan oldin faqat yozishganmiz. Qalay ishlayapsizmi? Xursand bo'ldim ko'rib, unaqa gaplashib tursak, bitta gapirgan gapi meni hayron qoldirgan.
nima deydi, Shuhrat aka nima deysiz, kimga maslahat berasiz, kimga borib o'rgansam bo'ladi deyaptilar. Kimdan o'rganding o'zi desam, shu viloyatdan Toshkentga keldim, 6 oydan 7 oydan beri ishlayapman, talonchi joyda ishlayapman, Xudoga shukr, klientlarim yaxshi, bunaqa уже qarang, kim edi, bu yoqqa keldi, kim bo'ldi, hech kimdan o'rganmagan, hech kimga so'rayapman kimdan o'rganding, hech kimdan hali o'rganmagan, shunchaki shaharga kelib просто yaxshiroq joyga omadi kelib yaxshiroq joyga ishga kirgan, u yoqdagi o'zini eski joyiga qaraganda bu yoqda sal yaxshiroq pul topishni boshlagan, o'ziga yaxshi kiyim olgan, gapirishlari boshqalar o'ziga уверенный bo'lib turib, yillar davomida menga aka men ustozimsiz, menga o'rgating degan odam menga kelib turib, kim maslahat berasiz, kimdan borib o'rgansam bo'ladi degandan shokka tushganman. Ya'ni bu degani уже mani misol uchun qanaqadir urovingda ko'rmayapti. Ustoz sifatida ko'rmayapti. Ustozni sifatida ko'rmayapti. Ya'ni o'zini men bilan bir xil urovingda ko'ryapti-da. Ya'ni men sendan o'rganadigan narsam yo'q. Kimga borsam bo'ladi deb mendan maslahat. Bu judayam bir xunuk holat bo'lgan, judayam bir xunuk. Yana ko'p narsalar bo'ladi. Ko'p shogirdlar anaqalar Instagramda yozishadi, boshqa qilishadi, maslahat so'rashadi. Keyin sekin-sekin o'zlari Instagram yurg'izishni boshlashadi. Podpисчиклari ko'payishni boshlaydi, klientlari ko'payishni boshlaydi. Keyin bir qarab qolsam, уже meni o'chirib o'rgan bo'ladi. Bilmadim nimaga boya aytgan gapim. Bilasiz aytib o'sha. Foydali bo'lgan paytingizda u paytlar ham o'tadi. Nimagaki, qaysidir etapga yetganda ustozni qadri shunaqa bilinadi. Mana misol uchun men o'zim bilan shu ustozim bilan yurgan paytlarim, shogirdlik paytimda ular bilan birga obedlarga chiqqan paytlarim, ular menga har bitta o'zimni men noldan o'rgatgan ustozim, o'sha boya aytganingizdek shu mahalla joydan, o'zimizni shu mahallamizdan chiqqan ustozim avaziga ham shu noldan qaychitaroq ishlashi va mijozlar bilan ishlashi o'rgatgan ustozim bo'lsalar va odamlarni yuz tuzilishidan kelib chiqib stil tanlashi, yuz tuzilishiga qarab ishlashi, shu Akmal akamdan o'rgangan bo'lsam, shu ustozlarim bilan birga yurgan paytlarim bor. Har bitta ularni o'rgatgan narsalarga va ular bilan o'tkazgan vaqtlarim hammasi esimda turadi. Ko'p qumsiyman. Va qaysidir paytlar bo'ladi, o'sha odamlarni qanaqadir nima deydi, maslahatliga yoki bir qaysidir tanbehligiga kerak bo'lsa zo'r bo'lib qolgan paytlar bo'ladi va sog'inasiz o'sha. Mana shunaqa payt. To'g'risi ustoz bir o'rni bir boshqacha inson. Menimcha o'ylayman, o'sha o'zini mana shunaqa qanaqadir tutayotgan bolalarni qachondir baribir qaysidir etapga yetganda bu ustozlarni qadri baribir bilinadi. Birov etadi, birov eta olmaydi bu narsani. Iloji boricha baribir yaxshi ustoz qattiq bitta ustozni qattiq ushlash kerak va ustozlarni doim o'lgunimizcha hurmatligini baribir joyiga qo'yib, yaxshi munosabatda bo'lishimiz kerak deb o'ylayman. To'g'rimi, Shuhrat? Ustoz o'rniga baribir katta. Bugun Shuhrat mana bizlarni ko'rib turgan tomoshabinlarimizda ham o'sha hamkasb sartarosh hamkasblarimizda ham shunaqa muammolar bo'layotgan bo'lishi mumkin. Mijoz qaysidir toifali mijozlar bilan ishlaganda qiyinchiliklar bo'lganmi va bu anaqalardan, masalan, qiyinchilik, muammolardan qanaqa qilib o'tib ketgansiz? Agar sartarosh olamiz, agar u zo'r sartarosh deylik, zo'r sartarosh faqat kam gap. Ya'ni umuman gaplashmaydi, klientlar bilan отношения qilmaydi, muomala qilmaydi, klientlarni o'rganmagan, lekin sochi zo'r oladi. Bir oy davomida misol uchun unga 100 ta yangi klient keladigan bo'lsa, keyingi oyga o'sha 100 ta klientdan 30 tasi kelishi mumkin qaytib, sochi yaxshi olganligi uchun. O'sha 30 ta odam ham gaplashishni yoqtirmaydigan, faqat sochi oldirgani keladigan, majburdan keladigan odam bo'lishi mumkin-da. Qolgan 70 tasi boshqa narsa xohlaydi, ketadi. Endi olaylik, soch olish o'rtacha bo'lsin, zo'r emas, o'rtacha bo'lsin, lekin muomalasi,
gaplashishi zo'r bo'ladigan bo'lsa, o'sha 100 ta oladigan bo'lsa, 100 tadan bir 70 tasi keladi. 70 tasi keladi. Ya'ni uni muomalasiga yarmi soch olishi uchun kelsa, yarmi muomalasi uchun keladi. O'sha ikkita qobiliyatini ham yaxshi gaplashib, muomala qilish, ham zo'r soch olishi bitta odamga qo'shadigan bo'lsak, tasavvur qiling. 100 ta oladigan bo'lsa, 100 ta emas, o'sha 150 ta odam keladi. Sabab tavsiya reklama qilib, "Mana sartaroshim zo'r, mani sartaroshim zo'r soch oladi, mani sartaroshim muomalasi zo'r, mani sartaroshim toza, akkuratniy, ishiga javob beradi" deb klientlarni ko'paytirish mumkin. Ya'ni faqatgina yaxshi soch olish emas, chiroyli muomala qilish, o'zini yaxshi ko'rsatib berish, ham professional ko'rsatib berish katta rol o'ynaydi. Klientlar bilan suhbatlashganda o'zini chegaralari bo'ladi, to'g'rimi? Qaysi mavzularga kirmagan ma'qul? Qaysi mavzularda klientlar bilan ko'proq gaplashasiz, qaysi mavzularda umuman gaplashmaysiz? Hattoki ular ochsa ham mavzuni sizga yopishga harakat qilasiz. Etika degan narsa bor. Qanchalik yaqin bo'lishingiz bilan qat'iy nazar u esdan chiqarish kerak emas. Klient u mijoz. Yaqin o'rtoq bo'lib ketgan taqdiringizda ham u har doim u sizga sochini oldirgani keladi. Siz uni sochini olganingizga tekinga olmaysiz, uni ish haqqi olasiz. Pulini olasiz. Qanchalik yaqin bo'lgan taqdiringizda ham u mijoz va mijoz bilan sartarosh o'rtasidagi chegara bo'lish kerak ishxonada. Qachonki chegara buzildimi, уже отношениyalar boshqacha bo'ladi. Muammolar boshlanishi mumkin. Muammo bo'lmagan taqdirda ham sizga minusga ishlashi mumkin, boshqa qilishi mumkin. Birinchi o'rinda gaplashish mumkin emas bo'lgan temalar bu din. Din haqida. Ya'ni ko'pchilik hozir meni tushunmasligi mumkin yoki noto'g'ri tushunishi mumkin. Tushuntirishga harakat qilaman. Bizga kelayotgan klient, ya'ni sizga kelayotgan klient kimligini bilmaymiz. Ichida nimaligini, ichida nima bor, nima yo'q bilmaymiz va uni e'tiqod haqida xabarimiz yo'q. Sizga misol uchun sizga yoqmaydigan savol berib qolishi mumkin. Siz o'sha narsani siz ilmingiz bor, mijozi ilmi yo'q. Va o'sha ilm olish maqsadida yoki sizga sinash maqsadida yoki sizni g'ashingizga tegish maqsadida qanaqadir bir savol bersa, bu narsa yoqmaydi. Odamga yoqmaydi. Ya'ni sizga dindan qanaqadir noto'g'ri savol beradigan bo'lsa, odam jahli chiqadi. Yoqtirmaydi. Yoki nabarot, teskari, sizga kelgan mijozni ilmi sizdan ko'proq bo'lishi mumkin, lekin siz o'zingiz ilmli qilib ko'rsatish maqsadida noto'g'ri gapirib qo'yishingiz mumkin. Noto'g'ri gapirib qo'yasiz, bu narsa ham o'sha kelgan klientda sizga bo'lgan haligi fikrini yomon fikr olib keladi. Va ko'pchilik misol ba'zi birlar indamasdan ketishi mumkin, ba'zi birlar bitta gapirib sizni joyingizga solib qo'yishi mumkin. O'shaning uchun din haqida juda ham ehtiyot bo'lamiz. Misol uchun ilmi o'zingizga uveren bo'lgan taqdiringizda ham siz bilmaysiz, sizga kelgan klientda ilmi qay darajadaligini. Uniki agar past bo'ladigan bo'lsa, siz uni ustidan kulib kibrlangan bo'lib qolishingiz mumkin, bilmaysiz. Yoki sizniki uni klientingizni mijozi ilmi sizgidan kuchliroq bo'lib, sizni bitta gap bilan mot qilib qo'yishi mumkin. Yoki siz yolg'onchi bo'lib qolishingiz mumkin. Xullas bu narsada birinchi tema shu dindan suhbatdan ehtiyot bo'lishimiz kerak. Agar даже mijozi o'zi shu narsani ochadigan bo'lsa, suhbatda shunchaki podдержка qilib, shunaqa chuqurlashmasdan sekingina chizib yuborish kerak, ya'ni chiqib ketishimiz kerak bo'ladi temadan. Ikkinchisi bu siyosat. Siyosat oldindan kattalarimiz bekorga aytmagan, siyosatga aralashib qulog'i tinch bo'ladi. Xuddi shu narsa, mana boshqa yangilik qo'shmayman bu narsaga. Hammani siyosiy fikrlashi, siyosiy dunyoqarashi har xil. Misol uchun bitta odam kelib bilmaysiz uni. U yoki realni siyosatga tushunadigan odam bo'lishi mumkin. Yoki shunchaki oddiy bir xafa bo'lmanglar, lekin dangal aytaman, oddiy bir ahmoq bo'lishi mumkin. Chunki ahmoqlar hozir ko'p. Og'ziga kelganini gapiradi, Instagramda ko'rganini gapiradi, mana palonchi, mana naqdda palonchi, mana qonun bunaqa bo'pti. Siz o'shanga qo'shilib, sizni ham dunyo qarashingiz o'zgarib ketishi mumkin-da. Chunki bilmaysiz, u og'ziga kelganini gapirishi bo'lgan ma'qul. Da, og'ziga harakat qilasiz. Og'ziga kelganini gapiradi, siz ham unga qo'shilishib, ha shunaqa ekan deysiz. Lekin o'sha gapni miyangizda qoladi-ku baribir kun davomida. Undan keyin kelgan klientga siz gapirib qo'yishingiz mumkin-da. Undan yuqumli haligi zaharli virusni siz boshqasiga tarqatishingiz mumkin. O'sha narsa kengayishi mumkin-da. Bu narsa noto'g'ri. O'shaning uchun birinchi o'rinda din, ikkinchi o'rinda siyosat,
boshqa tema bormi? Endi mayli, uni aytmayman. Yana bittasi ko'pchilik shogirdlar savol beradi. Anaqachi, mana shaxsiy hayotchi, oilasi, xotini, bola chaqasi haqida savol berish mumkin emas-ku dedi. U narsani aytishim ham shart emas. Chunki unga farosat bo'lishi kerak. Farosat bo'lsa bo'ldi, odamda tasavvur qiling, sizga yangi klient kelyapti-da, uylanganmisiz, xotiningiz bormi, xotiningiz nechta bolangiz bor deya olmaysiz-ku. Uning uchun farosat kerak odamlar. Farosati bo'ladigan bor odam bu narsani birinchi kelayotgan ko'rgan odamiga bu narsani aytmaydi. Shuning uchun bu narsa farosat orqasiga nima deydi, qobiga solib chekka surib qo'yamiz, qonunlarni ikkiga bo'lamiz. Shuhrat, mana sizni bizani taniganlar, mana ko'ruvchilar, hamkasblarimiz bu narsani ko'pchilik biladi. Bir nechinchi yil edi, hozir yili esimda yo'q. Siz bir sutka, adashmasam bir sutkada 110 tami soch olgansiz. O'shani Guinness rekordlar kitobiga kiritilishiga harakat qilib ko'rgansiz. Bir o'sha qanaqa bo'lgan, nima bo'lgan, o'sha haqida bir ozgina yoriting endi. Kiritilganmi u Guinness rekordlar kitobiga kiritilganmi? Yo'q, yetib bormagan. Lekin hazillagan emas-da, u 110 ta soch olish bir sutkada. Bu narsa 2022-yil 13-noyabrda bo'lgan. Bu narsaga men oldindan uzoq yillar davomida, endi qanaqa bir 4 yil, 5 yil oldindan xohlaganman. Shu narsa qilaman deb harakat qilib, niyat qilib kelganman va o'sha vaqtga to'g'ri kelib qolgan. Sheriklarimni, misol uchun sheriklarimni, tanishlarimni, yaxshi bir odamlarni yordami bilan menga yordam berishgan, shu narsani organizatsiya qilishga. Shunchaki sartaroshxonada yoki biron bir kichkina xonada soch olmaganman. Katta qilib tashkillashtirib berishgan, chiroyli qilib, shou qilib. Bir sutkada emas, 10 soat davomida 110 ta soch olganman. 10 soat ichida 110 ta soch olganman. O'zi plan 100 ta bo'lgan. O'zi 10 soat ichida 100 ta soch olishim kerak bo'lgan, lekin qarasam vaqtdan o'zi ekonom qilishni boshlab, ozgina vaqt olib ketib qolyapti. Bolalar azart bo'lib ketgan, yo'qda shou bo'lib, katta naqa bo'lib, odam ko'payib Zo'r bo'lgan, mana ko'rganman. Keyin yana ol, hali vaqting bor, yana ol deyishgan. Davay deb turib yana 10 ta odamni qo'shib o'rganmiz. Shu bilan 110 ta bo'lib ketgan. Lekin to'g'risini aytmagan. Yo'q, kiritilmagan. Sababi qanaqa? Biz kiritilish uchun sabablarni harakatini qilganmiz. Vazirliklarga, boshqa narsalarga, tashkilotlarga yordam so'rab, xat yozib chiqqanmiz. O'sha yordam beradigan tashkilotlarni vakillarini ham chaqirganmiz, yordamchilarini bizga shu yordam berish uchun. Hammasi kelishgan, bo'ldi, xat qilib beramiz, chiqaramiz, yo'q deyishgan. Hamma narsa o'tgandan keyin hech kimni topa olmaganman. To есть bu narsalarni shu yoqqa yetib borishgacha yordam beradigan odam bo'lmagan. Lekin bitta narsani aniq bilaman, agar shu narsa yetib borganda, shu narsa kiritilganda yordam berganlar ko'p bo'lardi. Shuhrat, bu narsani ko'p o'ylayman, har doim o'ylab kelganman. Bugun mana o'zingiz ham ishlagansiz, har doim o'ylayman. Chet davlatlarda ham ishlagansiz va chet davlatda brendlari ostida o'zimizda O'zbekistonda, menimcha Black Star'da ishlagansiz, adashmasam. Doim shu narsani o'ylab kelganman. Ko'p kuzatganman. Har xil davlatlarda bo'ldim, boshqa bo'ldim. Hattoki Malayziyaga borganimda ham, o'sha yerda ham o'zbek masterni ko'rganman-da. Mana Rossiyada, misol uchun, har xil davlatlarda, men Dubayda ko'ryapman, u yerda Istanbulda ko'rdim, yana har xil joylarda ko'rdim. Zo'r salonlar bor va o'sha joylarda o'zbek sartaroshlarning ko'pini ko'raman. Bugungi kunda eng zo'r, mana o'zingiz ham ikkalamiz ham yaxshi taniymiz, ham do'stimiz. Black Star'da ham eng kuchli masterlardan biri o'zimizning, misol uchun, Alisher, mana o'zimizning O'zbekistondan o'zbek o'g'loni. Endi nima demoqchiman? Savolim, nima uchun biz o'zimiz, mana Shuhratni o'zi, nima uchun bitta o'zimizni, men shunaqa niyat qilganman, inshaalloh kelajakda O'zbekistondan chiqqan bitta brend, bitta salon ostida butun dunyoda o'sha o'zbek sartaroshlar ishlamasa ekan deb ko'p o'ylayman shu narsani. Nima sabab bo'ladi deb o'ylaysiz shu narsaga? Mana chet davlatdan kelib ochishyapti, to'g'rimi? Mana chet har xil brendlar, salonlar ochilyapti va u salonlarda ishlayotgan bolalar ham o'zbek bolalar, o'tga kirayotganlar ham o'zbekistonliklar.
Nega shuni aynan bitta nom ustida ishlab, nima yetishmaydi? Ular qilyapti-ku mana. Nega biz qila olmaymiz? Nima sabab deb o'ylaysiz? Ular o'zini yurtida zo'r holatga, misol yaxshi natijaga olib chiqib va boshqa davlatlarga ham olib kiryapti-ku mana shu narsalar. Nimaga bizdan boshqa davlatga chiqmayapti? Buning sababi nima? Va eng ko'p ham jahlim chiqadigan, ham ko'p o'ylantiradi. Nima sabab bunga? Xo'p, bu narsaga Qissa bo'ladimi, bo'lmaydimi degan. qissa bo'ladi, lekin bu yerda xuddi boya temaga qaytamiz. Faqatgina yaxshi soch olish yoki yaxshi sartarosh bo'lishi o'zi kamlik qiladi. Bu yoqda уже чтобы chet davlatga chiqish yoki shunchaki salonni nomi, brendni kuchaytirish uchun menimcha faqatgina zo'r sartarosh bo'lishi o'zi kamlik qiladi. Bu yoqda уже marketing, brend ustida ishlash, ustoz, yana albatta o'sha narsalar bilan ishlash kerak bo'ladi. Ya'ni men zo'r sartaroshman, meni pulim bor, hozir bor pulimni borib sartaroshxona ochaman yoki men zo'r sartaroshman, men sizlarga sartaroshxona ochib beraman degan bilan, quruq gap bilan ishontira olmaysiz. Quruq gap bilan ishontira olmaysiz. Bu yog'iga уже tadbirkor bo'lish kerak. Nafaqat sartarosh, bu yog'iga уже tadbirkor bo'lish kerak. Ya'ni hisob kitobni bilish kerak. Ya'ni u yoqqa sizdan franshizani olayotgan odam shunchaki siz zo'r sartarosh bo'lganligingiz uchun emas, sizga matematikangizga ishonib, ya'ni sifrlarga ishonib, raqamlarga ishongan holda qiladi. Chunki u siz zo'r sartarosh bo'lgani uni cho'ntagini ko'p pul qilib qo'yolmaydi-da baribir. U raqamlar bilan o'zi ishlanadi. Siz zo'r sartaroshmisiz? Zo'r sartarosh kadrlarni yetkazib bera olishingizga ishontirishingiz kerak. O'sha zo'r yaxshi sartaroshlar kadrlar nima ish qilib bera olishini, mijozlar bilan qanaqa ishlashini, boshqa sartaroshlardan nimaligi bilan, sartaroshxonalardan boshqa sartaroshxonalardan nimaligi bilan nimasi ustunligini keltirib berish kerak, tushuntirib berish kerak. Faqatgina ya'ni hammasini hisob kitobi bilan o'shandagina qilsa bo'ladi. Bizani xuddi siz aytganingizdek boshqa davlatlarda, nafaqat Rossiyada, SNG davlatlarida, boshqa davlatlarda ham, Yevropada ham, Amerikada ham ko'plab yaxshi kuchli masterlar bu bizni hamyurtlarimiz. Faqatgina o'zbek emas, tojikistonlik, qirg'izistonlik, qozog'istonlik, ya'ni o'sha Centralniy Aziya, ya'ni O'rta Osiyolik yurtdoshlarimiz, qo'shnilarimiz, xullas masterlari yaxshi kuchli hisoblanishadi. U narsaga sabab menimcha shkolani, ya'ni maktabni kuchliligi. Ya'ni ustoz shogird an'anasi bilan o'rgangani, o'sha ustozlarning kuchliligi. Bizani misol uchun teoretически shkolamiz slabiy bo'lishi mumkin. Ya'ni teoriya degani qanaqa? Bizni o'tirib olib, qog'oz ruchka bilan boshni chizib, sochni strukturasini bo'lib, mana buni bunaqa olish kerak, mana bunaqa olish kerak, bunaqa olish kerak o'rganmagan bo'lishimiz mumkin. Bu aniq, bunaqa o'rganmaganmiz biz boshida, noldan o'rganganimizda. Qanaqa o'rganganmiz? Shapatdan kaltini yeb, soch shipirib, bosh yuvib, so'kish eshitib, ertadan kechgacha. Endi unaqa men o'zim shaxsan ko'rganman. Imенно teoriyadan shkolani spetsialniy sartaroshlar maktabini bitirgan o'quvchi bilan bizani oddiy o'sha o'zimizning eski an'anadan ustoz shogird bilan shogirdlikdan chiqqan o'zimizdan misol qilib oladigan bo'lsak, farqimiz qanaqa? Nimada? Bilasizmi? Teoriyada o'rgangan odam, qog'ozda, kitobda o'rgangan odam hayotda har doim ham kitobdagidaqa bo'lmaydi. Har xil vaziyatlar keladi. Misol uchun klient boshi kitobda yozilmagan, chizilmagan bosh bo'lishi mumkin. O'shanaqa klient bilan ishlashni bilmaydi. Bizani shkoladan o'rgangan sartaroshlar любой vaziyatdan chiqib keta oladi. Ya'ni sochiga ham qaraydi, boshqasiga ham qaraydi, muomalasiga ham qaraydi. Xullas amallab eng asosiy maqsadi klientni довольный qilib chiqarib olish. Teoriya bilan o'rgangan sartaroshlarning asosiy vazifasi, miyasiga qo'yilgan narsasi kitobdagidek to'g'ri qilish. O'lchamlar. To'g'ri qilish. U klientga yoqadimi, yoqmaydimi, yarashadimi, yarashmaydimi, uni hisobga olinmaydi. Nima muvaffaqiyat deganda. Faqat men shu narsani o'rganganman, shu narsani qila olaman, va shu narsa to'g'ri deb biladi. Biz esa ko'p ko'rganmiz, praktikada ko'p ko'rganmiz, o'z ko'zimiz bilan ko'p ko'rganmiz. Doskada yoki manekenda yoki modelda, chiroyli modellarda mana bunaqa zo'r bo'ladi deb ko'rmaganmiz-da.
biz realniy boshda ko'rganmiz, ya'ni trenirovka qilmasdan sразу urushga ketganmiz. Shunaqa desa bo'ladi. Haligi anaqani opitimizni jangda, haligi ringda oshirganmiz. O'rgangansiz. Shunaqa. Bizga misol uchun haligi taktikalarni, haligi narsalarni o'rgatishmagan. O'shaning uchun menimcha bizning kuchli tomonimiz, bizning masterlarning kuchli tomoni shunda. Lekin bu degani teoriya kerak emas degani emas. Baribir kerak. Ya'ni hozir zamon shu narsani talab qilyaptimi? Bu narsani o'rganishimiz kerak, teoretik. Ya'ni oldin faqatgina og'zaki, misol uchun klient keldi sizga, menga qanaqa stilishga yarashadi desa, siz sochingizni chapga tarash kerak, siz peshanangiz katta, peshanangizni yopishimiz kerak. Misol uchun, men bu yog'i siri ekan, bunisini qalinroq qilish kerak yoki boshingiz katta ekan, siz sochingizni kaltaroq qilish kerak deb og'zaki emas. Hozir endi po faktu keltirib berish talab qilyapti. Ya'ni klientlar shu narsani talab qilyapti. Siz unga nimaga shu narsa yarashish kerakligini yoki nimaga siz misol uchun gapirayotgan gapingizni keltirib berishingiz kerak. Nimaga sizga klient ishonishi kerak? O'sha gapirgan narsangizni amalda ko'rsatib berishingiz kerak. Shu farqi shunda. Mana Shuhrat, siz ham juda ko'p shogirdlar bilan ishlaysiz. Juda ko'p shu boya aytganingizdek, juda ko'p sartaroshlar yozishadi. Mana shu narsada bir fikringizni bilgim keldi va bunda aynan shunaqa holatdagi sartaroshlarga alohida maslahatingiz kerak. Ular nimadan boshlash kerak? Men ko'p kuzataman, nimadirlarni o'zgartirishdan qo'rqadigan. Oddiy misol, lokatsiyani yaxshirog'iga yoki bir ishxonani sal yaxshiroq holatga. Bir narsani mana buni maslahat so'rashadi, mana buni mana qil desangiz, "Yo, ustoz, bizga taraflarda juda bir chetroq joylar bo'lsa, bizga taraflarda bu narsalar bo'lmaydi. Bizga taraflarda bunaqa pul to'laydigan odamlar yo'q", misol uchun-da. Bizga taraflarda mana bu narsalarni tushunmaydi odamlar. Ko'p sartaroshlarda bu narsaga ishonch yo'qligi va qo'rquv borligini ko'raman, ko'p kuzataman. Shunaqa sartaroshlar, men bularni fikri noto'g'riligini aniq bilaman. Siz tomoningizdan bular nima qilishsa yaxshiroq holatga, bu narsalarni nimadirlarni o'zgartirishdan va keyingi pog'onaga chiqishda va ishxonasidagi ish tartibi bormi, yashash tarzi bormi va daromadi bormi, shunda yaxshiroq holatga chiqishi uchun nimalarni o'zgartirishini bir maslahat berardingiz? Tak, bu narsani to'g'risi aktualniy narsa, tema, chunki ko'p yozishadi menga ham, xuddi siz aytgandek, bizada to'g'ri kelmaydi, bizada odamlar bunaqa pul bermaydi, bizada ko'tarmaydi deyishadi. Ko'pchilik o'rgangisi keladi, shogird tushib o'rgangisi keladi, lekin o'rgangan narsamni bu yoqda qila olmayman, oqlamaydi pulini chiqara olmayman deb anaqa qilishadi. Ularga har doim aytadigan narsam, bir narsaga erishish uchun bir narsadan voz kechish kerak. Ya'ni siz yaxshi pul topishni xohlayapsizmi, yaxshiroq joyda ishlashni xohlayapsizmi? Demak, voz kechish kerak bo'lgan narsa bu joy. Lekin ko'pchilik joyini yo'qotishdan qo'rqadi. Ya'ni klientlarim kelmaydi, yana noldan boshlashim kerak yoki boshqa qilishim kerak deydigan hamkasblarga aytadigan gapim, sizlar o'sha hamkasblar qancha vaqt davomida bu narsani o'ylab, shu narsani plan qilib yuradigan bo'lsanglar, sizlar faqatgina o'zingizlarga minus qilasizlar. Ya'ni vaqt o'tkazasizlar. Ko'pchilik bo'ladi, misol uchun 1 yildan keyin yana yozadi, shunaqa bo'lyapti, maslahat berasiz, yana yo'q bo'lib ketadi, yana 1 yildan keyin общий qiladigan bo'lsangiz, o'zini o'zi 2 yildan beri yoki 1 yildan beri, 2 yildan beri, 3 yildan beri o'zini o'zi qiynab yurgan bo'ladi. Ishlashni xohlamaydi o'zi. Sezib turibdi, shu o'zkisi kelyapti, lekin qo'rqyapti. Qo'rqishga sabab bo'lishi mumkin bo'lgan narsalar, misol uchun yosh hamkasblarga, endi kirib kelayotgan hamkasblarga maslahatim hozir qilaydi. Hozir qilish kerak. Что sabab nima? Xodim bola-chaqa yo'q. Oila misol uchun ro'zg'or polностью yelkasida bo'lmasa, qarashadigan aka-ukasi, ota-onasi yordam beradigan bo'lsa, faqat o'zini o'zi eplab turadigan bo'lsa, oyoqqa turguncha o'sib olish kerak, harakat qilish kerak. Imkoniyat bor. Chunki hali agar misol uchun ota-onasi sal yoshlar katta bo'ladigan bo'lsa, ro'zg'or polni yelkasida bo'ladigan bo'lsa, xotin bola-chaqa bo'lgandan keyin u narsani xohlasa ham qila olmaydi. Chunki hammasiga yetkazib, hammasidan orttirib o'rganish yoki hammasidan orttirib yangi biron bir instrument olish, qimmatroq kosmetika olish yoki ishxonasini shunchaki remont qilishga ham ajrata olmaydi. Bu nima bo'ladi? O'sha turgan joyida qotadi. Xohlagani bilan
o'solmaydi. O'sha imkoni bo'lmaydi. O'shaning uchun yosh hamkasblar bosinglar, vaqtida bosinglar, yaxshilab harakat qilib. Ayamanglar o'zinglar. Da. Yaxshi pul topish hamma xohlaydi, lekin yaxshi pul ishlatish hech kim xohlamaydi. Yaxshi pul topish uchun yaxshi расход qilish kerak. O'zi uchun investitsiya qilish kerak. Investitsiya qilish kerak, обязательно. Chunki shunchaki o'zidan o'zi bo'lib qolmaydi. Mana bugun 15 yil vaqt o'tibdi. Yana bir orqaga qaytganda yana shu sohani tanlagan bo'larmisiz? Agar 15 yil orqaga qaytganimda bu sohaga kirgan bo'lardim. Chunki menda 15 yil oldin tanlov juda ham ko'p bo'lgan. Uyimdagilar misol uchun ota-onam boshqa narsani xohlashgan, o'qishimni xohlashgan, qanaqadir biron bir davlat ishchisi bo'lishimni xohlashgan, военный bo'lishimni xohlashgan, diplomat bo'lishimni xohlashgan, xullas xohishlar ko'p bo'lgan. Lekin Xudoga shukr, sartaroshman. Menga hozir o'sha yo'nalish bo'yicha ketgan tanishlarimni bilaman. Meni vaziyatim ancha yaxshi. Demak, o'tgan vaqtga, shu sohada o'tkazgan umringizga achamaysiz. Achimayman. Va yana tanlash kerak bo'lsa, yana shuni tanlardingiz. Lekin xatolarim bor. Nimalarni o'zgartiradi? Mana bugun kelayotganlik shu ishlarni qilmaslik uchun nimalarni boshqacharoq qilgan bo'lardingiz? O'zim uchun ayamasdim. Men boshida ayaganman, shu narsaga xato yo'l qo'yganman. O'zim uchun ayaganman. Qanaqa finansiy tomonlama ham, vaqt tomonlama ham, bilim tomonlama ham o'rganishdan qochganman, boshqa qilganman boshidagi xatolarim. Keyingi qilingan xatolarim kech boshlaganman o'zimni tanitishi, o'zimni ishlarimni yuritishi, o'zim ustimda ishlashni kech boshlaganman. Mayli aytaman hammaning oldida finansiy неграмотность degan narsa bor. Ya'ni menimcha hamma tushunadi u narsani. Pul bilan to'g'ri muomala qilmaslik. O'sha xatoyim meni katta pand bergan. Ya'ni endi qanaqa bo'lar bo'lmaski kayf sofaga ketmagan topgan pulim. Hammasi kerakli joylariga ketgan. Prosta kerakli joyi ham haligi kerakligi bor-da. Ba'zi bir joylar bor, Kevaja o'ylab qo'ygansiz. Ba'zi bir joylar bo'ladi, misol uchun. Qo'lingizda pul turibdi. Tasavvur qiling, qo'lingizda pul turibdi-da, bitta zarur joy chiqib qoldi-da. O'sha o'ylamaganman men. Lekin hozir o'sha paytga qaytgan bo'lganimda, qo'limda pulim turibdi. Bitta zarur joy chiqyapti. O'sha zarur joyni o'ylardim. Men shu pulni bersam, shu narsa hal bo'ladimi? Bo'lmaydimi? Agar pul bermasam, hal bo'ladimi? Bo'lmaydimi? Ko'p joylarda o'sha pulsiz ham hal bo'lib ketishi mumkin bo'lgan joylar bo'lganda. Ya'ni u narsa vaqtinchalik o'sha narsani hal qildi, bo'ldi. U narsa esdan chiqib ketdi. Lekin qo'lingizdagi pul ketdi. Lekin o'sha narsani yo'q. Bu joyi bor, bu narsani planim bor. Bu meniki. Bu narsani hal qilish uchun boshqa yo'lini topamiz yoki vaqtga qo'yib qo'yamiz. O'zi hal bo'lib ketadi. Bu zarur emas demaganman. Demak, moliyani boshqarishni bilmaganlar. Mana shu narsalarni vaqtliroq to'g'rilashni to'g'ri. Siz mana bugun ko'p kuzataman sohamizda mana endi sal biroz qarashlarim boshqacha-da bu narsalarga. Chunki o'tdim o'zim ham va bu narsalar qanchalik to'g'ri, qanchalik noto'g'riligini tushunib yetdim va siznikini eshitmoqchiman. Bugun hozir aynan shu sohada, mana bizning sohamizda ishlanadi va qo'shimcha ish bo'ladi deb mana o'zidan mana shu ishdan topilgan pulni o'ziga shu ishni rivojlantirishdan ko'ra boshqa taraflarga pullarni yo'naltiriladi. Misol uchun, shu boya aytganingizdek, nimadirlarni variantga chiqarish boshlanadi yoki nimadir boshqa bizneslarga, bir narsa kichkina bo'lsa ham kelib turadigan joy bo'lsa deb boshqa narsalarga pul tikiladi va na bu ish hal bo'ladi, yaxshi holatga keladi. Narigi ish yaxshi holatga keladi. Misol uchun bir narsaga e'tibor qilganingizdan keyin qo'shimcha u e'tiboringizni tortadi, to'g'rimi? Misol bir narsaga pul tikkaningizdan keyin u ish o'xshamasa, mana bu ishlayotgan ishingiz ham kerak bo'lsa maza qilib ishlay olmaslik boshlanadi. Shu narsaga qanaqa qaraysiz? Shu to'g'rimi? Shu noto'g'rimi? Men siz savolingizni tushundim. Aytmoqchisizki, qo'shimcha daromad qilib yoki sohani boshqa sohaga almashtirish. Qo'shimcha yana boshqa ishlar qilish. Mana sohamizda yaxshi natija chiqyapsiz.
va shuni o'zini boya aytganimdagi men fikrimda bu. Shuni o'ziga yana pul tikib, shuni o'zini kuchaytirib, rivojlantirib, kerak bo'lsa shu dunyo miqyosiga olib chiqish imkoni bormi desangiz, borda. Men buni isbotini ham ko'rdim, ko'p anaqalarda, holatlarda. Lekin afsuski bizlarni o'sha hamkasblarimiz, shu bizning yurtimizdagi ko'pchilik shu sohadan yaxshi pul topgandan keyin boshqa narsalarga pul tikishadi. Nega aynan shuni rivojlantirishmas ekan, o'zligini qilib turgan ishligini yanada kuchaytirishmas ekan? Tak, bu narsa xato narsa, chunki misol uchun hamma kasbda o'zini ustasi, u faqatgina o'zini tushungan narsasini qilish kerak bo'ladi. Boshqa narsaga qo'shilish kerak emas. Misol uchun men sartaroshman, men borib kafe ocha olmayman yoki men do'kon ocha olmayman yoki boshqa qila olmayman. Lekin qo'shimcha daromad uchun nimadir qilish bu yomon emas, yaxshi. Bu narsa qanaqa shunaqa period keladi, shunaqa vaqt keladi, shu narsani o'zi talab qiladi. Lekin e'tibori bo'lish boshlanadi u. E'tibori bo'lish boshlanadi, bu yoqda o'sha odam qaror qabul qilish kerak yoki yo buni tanlash yoki ikkalasidan bittasi. Demak, bizga endi ustozlar o'rgatishgan, inson ikkita sportda chempion bo'la olmaydi deb aytishganda, o'shaning uchun bittasini ushlash kerak va unda davom etish kerak deb o'rgatishgan. Siz ham shu fikrdasiz. Demak, boshqa ish qilganda ham bittasini tanlash kerak. Yo uni, yo qolish kerak, yo ketish kerak. Men misol uchun o'zimdan kelib chiqadigan bo'lsak, mana sal-pal shu anaqada turibman. Bugungi kunda Pog'onada turibman hozirgi kunda. Lekin men boshqa sohaga o'tib ketmayman. Agar aytaylikki, sartaroshlik karyeramni to'xtatgan taqdirimda ham boshqa qiladigan, bundan keyingi qiladigan ishim, bundan keyingi qiladigan ishlarim, planlarim mana shu sartaroshlik sohasini atrofida aylanadi. Agar biznes qiladigan bo'lsam ham shu sartaroshlikka tegishli narsalar bo'yicha biznes qilishim mumkin. Boshqa, chunki qolgan narsaga meni aqlim yetmaydi. Chunki yillar davomida yiqqan bilimim, o'pitim va shu hamma narsasi faqatgina shu sartaroshlik sohasida. Men hozir shu yillarda 15 yil sartarosh bo'lib turib, tasavvur qiling, men borib oshpazlik qilishim mumkin yoki do'kon qilishim mumkin boshqa. Bu risk. Juda ham katta risk. Hech kim garantiya bermaydi, что men zo'r biznesga bo'lib ketishimga boshqani. Bu birinchidan, ikkinchidan o'sha narsani qilishga odamda u narsaga ham qobiliyat bo'lishi kerak. Hamma ham misol uchun qarang. Siz ustozsiz. Sizga shogirdlar keladi. Nimaga? Siz gapirib, tushuntirib, yetkazib bera olasiz. Nimaga qolgan sartaroshlar shu narsani xohlaydi, lekin qila olmaydi? Chunki qobiliyati yo'q. Tadbirkorlikda ham xuddi shunaqa narsa bo'lishi kerak. Ya'ni sohadan, misol uchun, bu sartaroshlikdan chiqib, sartaroshlik atrofidagi tadbirkorlik qilishga, ya'ni biznesga o'tmoqchi bo'ladigan bo'lsa, baribir o'sha biznesda ham ozgina tushunchasi bo'lishi kerak, qanaqadir talanti bo'lishi kerak shu narsaga. Nima deydi? Qobiliyati bo'lishi kerak. Shu narsaga qobiliyati bo'lishi kerak. Qobiliyati bo'lmasa, riskovat qilish kerak emas. Riskovat qildimi, o'sha o'zi hozirgi turgan holati, tushkunlikdagi holati bundan battar bo'ladi, yaxshi bo'lmaydi. Shuhrat, bugun siz yoshingiz nechida hozir? 32. 32 yoshdasiz. Shuhratni 40 yoshda, 50 yoshda qanaqa ko'rasiz bugun? Alloh umr bersa, qaysi anaqada ko'rasiz? Avvalambor biz Sohamizda ko'rasizmi? Sohada bo'lsangiz, agar o'sha yoshda qanaqa qarish xohlardingiz deydi. Avvalambor biz qo'limizdan keladigan narsa faqatgina yaxshi niyat qilib, orzu qilish. Poyani Xudo xolisa, Alloh nasib qilgan bo'lsa, o'sha niyatlarimizga yetkazsa, aytganingizdek 40 yoshimdami, 50 yoshimdami o'zimni ko'radigan joyim qat bo'lsa ham shu sartaroshlik sohasini atrofida, bundan uzoqlashmayman. Lekin planlar yo'q emas, bor. Xuddi boya endi yetdik, gaplashib o'tirdik-ku, haligi pensiyaga chiqadigan paytim bo'lib qoldi dedi-ku, haligi xuddi ko'plab legendalarga o'xshab, hurmati bor edi, o'z vaqtida Habibga o'xshab, keyin yana boshqa biron kuchli. Endi hozir men xayolimga faqat Habib kelyapti, lekin ko'pini bilaman, ko'p kuchli o'sha nima deydi, shaxslarni bilaman. O'z vaqtida shu tormoz bosishni bilishgan, zato
legenda bo'lib qolgan. Hammani esida, hamma hurmat qiladi, hamma faqatgina yaxshi gap gapiradi. Chunki ko'pchilikni bilamiz, misol uchun o'zini vaqti o'tgandan keyin shu narsani tan olishni xohlamaydi. Yoshlar bilan kurashishni boshlaydi. Yoshlar qilgan ishni qiladi, boshqa qiladi, u qiladi, bu qiladida o'zini hurmatini, bor hurmatini ham tushirib qo'yadi. O'sha narsa yomon narsa. O'shaning uchun boshida legenda bo'lib, hammani hurmatida yurib, lekin nima bo'lganda ham shu sohani atrofida aylanib yuraman baribir. Ko'p hamkasblarimga beraman bu savolni. Sartaroshlik siz uchun nima degan savolni. Sartaroshlik misol uchun men uchun prosta ish emasdi. Xuddi shunga o'xshab sartaroshlik sizning hayotingizda nima bu? Siz uchun nima bu sartaroshlik? Qiyin savolda. Bir so'z bilan aytish Qiyinda ekan. misol uchun bo'ladi-yu. O'ylang, sartaroshlikni olib tashadi. Nimangizni olib tashagandek bo'ladi. Yo'q, sartaroshlik. Buyog'iga doktor aytyapti-sizga, buyog'iga uzr, sartaroshlik qila olmasang. Mana endi araqa sal javobga yaqinlashdik. Sartaroshlik olib tashlab, misol uchun yo'q bo'lsa, bu degani men o'zligimni yo'qotib qo'yaman. Ya'ni men o'sha hech kim bo'lmay qolaman. Shuhrat, baribir shuhrat bo'lmaydi. Shuhrat Ismatulayev bo'lmaydi. Shuhrat Ismatulayev shogirdlari, klientlari bo'lmaydi. Ya'ni bu degani men yo'q hech kimman. Ya'ni demak javobim shu, o'zligim. Shuhrat, bu suhbatimiz zo'r bo'ldi. Sekin suhbatimiz nihoyasiga, hamma narsaning boshlanishi bo'lgandek oxiri ham bo'ladi. Suhbatimiz yakunida iloji bo'lsa, hatto 3 ta bo'lsa ham bir hamkasblarimizga, yoshlarga endi boshlang 15 yil oldin mana siz qanaqa holatda bo'lgan bo'lsangiz, bugun shunaqa holatda yangi boshlayotgan hamkasb sartarosh ukalarimiz, hamkasblarimizga 3 ta eng kerakli maslahatni bersangiz, xursand bo'lardik. Eng muhimlari avvalambor birinchisi o'zingiz uchun konkretniy bir qarorga kelib olinglar. Sartaroshlikka qaysi maqsadda kirdinglar? Pul topish uchunmi yoki sartaroshlikdan o'sish uchunmi? Agar bu degani agar pul ishlashni xohlasanglar, pul topasizlar. Pul topasizlar, tirikchilik qilasizlar, oilani boqasizlar. Lekin ikkinchi maqsad sartaroshlikda qanaqadir bir yutuqqa, yuqori nuqtalarga erishishni xohlaydigan bo'lsanglar, o'shaning orqasidan tushinglar va pul o'zi kelaveradi. Ishni yaxshi ko'rib qiladigan bo'lsanglar, pul uchun emas, ish uchun qiladigan bo'lsanglar, pul o'zi keladi. Ikkinchisiga keladigan bo'lsak, sartaroshlar hamkasbi har doim esinglarda bo'lish kerak bo'lgan narsa, meni fikrimcha, eslarga beradigan maslahatim, soch olish boshqa narsa, to'g'ri soch olish boshqa narsa. Bu ikkalasi ikki xil dunyo. Shu narsani har doim esda tutish kerak va to'g'ri soch olishga harakat qilish kerak. O'shandagina bu birinchisiga chambarchas bog'liq narsa. Ya'ni o'sgan odam to'g'ri soch olishni ham o'rganishi bo'ladi. Uchinchisi menimcha faqatgina sartaroshlarga emas, bizni ko'rgan boshqa kasb egalariga ham, bu ham целом hammaga beradigan qanaqadir maslahatim, har doim sabr va shukr. Bu hamma sohada kerakli narsa, sabr va shukr. Shu. Rahmat. Bugungi o'sha ko'rsatuvimiz, zo'r suhbatimiz uchun, yo'q demay kelganingiz uchun katta rahmat. Birinchi chaqirganingiz uchun sizga rahmat. Xudo xohlasa, Shuhratdan buyog'iga yana yangi rekordlar, yangi marralar, zo'r g'oyalar qolamiz, Xudo xohlasa. To'g'risini aytsam, shu suhbatdan keyin o'zim ham qanaqadir motivatsiya oldim. Bu suhbat, undan tashqari ikkalamiz xonadagi bo'lgan suhbat, maslahatlar uchun sizga ham katta rahmat. Xonamiz har doim sizga, eshigimiz ochiq. Xonadagi suhbatda boshqacha suhbat bo'ladi, o'tdigilar. Rahmat e'tibor uchun, chaqirganingiz uchun, bergan maslahatlaringiz uchun kattakon rahmat. Menimcha, Xudo xolasa suhbatimiz zo'r bo'ldi deganimizni aytaman va hamkasblarimizga, tomoshabinlarga, hammaga manfaatli bo'ladi degan Xudo xolasa niyatdaman. Bundan maqsadimiz ham o'zi shu, bir yaxshiroq bir mana shu suhbatdan bitta dona bo'lsa ham shu sohadoshlarimiz foyda olishsa, Xudo xolasa, demak biz bilan bizning maqsadimizga yetgan bo'lamiz. Kattakon rahmat sizga. Katta rahmat, davomli bo'lsin. Degan Rahmat kattakon. rahmat.